2 oy ichida 1280 dan 1550 gacha. O'quvchimiz Gulasal hozirgina 1550 natijani qo'lga kiritdilar. English 760, matematika 790. Gulasal, tabriklaymiz. Englishingiz kelganingizda qanaqa edi? Englishim 650 ball olgan edim birinchi marta topshirganimda. Masim 630 edi. 2 oy ichida eng zo'r o'qituvchilarda o'qib, shu ballga erishdim. 650 dan 760 bo'ldi. 2 oyda 760 ga ko'tardilar. Matematika 630 dan 790 bo'ldi. 630 dan 790 ga 2 oy ichida hali bunaqa natija bizani SAT makoni tarixida hali bo'lmagan. Ingliz tili ustozingiz? Jamoliddin Yazdani. Matematika? Yoqubjon Isojon. Ingliz tilisi ham 800, matematikasi ham 800 bo'lgan ustozlarda o'rganganlar uchun shunaqa natijani hozir qo'lga kiritdilar. Tabriklaymiz. Ustozlaringizni eng zo'r taraflarini ayta olasizmi? Jamoliddin aka ko'p urishadilar-yu, lekin shunga yarasha zo'r o'qitadilar. Qayta faqat tushunmaganingizcha ham tushuntirib beraveradilar. Zo'r strategiyalarni o'rgatganlar. Yoqubjon aka menga boshidan hamma geometriyani, trigonometriya, hamma narsani zo'r qilib tushuntirib, Smithway'mi, Handway'mi hammasini ko'rsatib, mana shu natijaga erishishimga yordam berdi. Sizga o'xshab 1550 olish uchun nima qilish kerak? Faqat o'qish kerak. Ertalab boshlab kechqurun tugatishi yoki kechqurun uxlamasdan ham o'qigan paytlarim o'qigan odam 100% четкий rezultat oladi. Hayajonlanyaptilar, chunki hozirgina bu natijani oldilar. Agar sizlarga ham shunaqa yuqori natijalar kerak bo'lsa, xatga kelish o'zingizlar bilasizlar.